Majida, senam rahmat senga. Sababi menga bu olmos temir qilishni menga tekinga berdi. Sababi men uni bir ishlarini qilib bergandim. Sizlar bilan salomlashish estimdan chiqdi. Hammaga salom. Sizlar bilan men yana Zak MC. Bu mening ikkinchi videoyim. Xullas o'sha videoyim. Xullas sizlarga maroqli tomosha, uni videoni boshladik. Biz mahalla do'konda mashq qilishni oldim. Uyga borib qo'yishim kerak. Lekin bu qilishni oldimmi? Lekin bizga shart edi. Nariyoqqa borasan va uydan xullas cho'ri bilan o'rtasida bitta daraxt bor. O'sha daraxtni men kesib berdi. Sababi u o'rtada turgani uchun hammaga xalaqit berayotgan ekan. Hozir borib kesib kelamiz. Olg'a unda. Mana o'sha daraxt. Bola, bular nima bo'ldi? Loy nima bu loy? Bilmayman. Bu bir olmasdan ekan. O'tgan videoni ko'rsam bu sizlarning parkur video edi. Men sovringa bir stak olmos oldim. Bularni binoyu buni uyim butun o'ringa yetardi. Bu endi. Men buni uydan obzor qilishim kerak. Xullas o'zbek tilini zo'r bilaman-da. Xo'sh, birinchi. Bu loyli. Har doimgidek mencha bular no bilan pro qo'ygan bo'lsa kerak. Xo'sh, kiramiz. Xo'sh, kravat. Anaqa g'alati to'rlar. To'rlar buzib bo'lmaydi. Ikkita bo'lamiz tiqilib boramiz. Xo'sh. Jitil bor ekan. Salom, jitil. Ana uylarni kim qurib ketgan bilasanmi? Ha, albatta bilaman. Bu uylarda to'plam pro sen Zak MC bizni uyimizni ko'rsin deb qo'yib ketdi. Shunaqamidi? Ha, shunaqa. Sen borib uylarni tezroq tekshirgan. Xo'p, unda mayli. Xo'sh. Biz nopni uyga men 10 balli sistemadan men 2 qo'ymoqchiman. Sababi unchalik zo'r emas, unaqa zo'r emas. Endi esa proni o'tamiz. Har doimgi olmosdan yangicha dekoratsiya. To'g'ri bo'lsa, bunga lekin bir dona oynali. Xo'sh, kiramiz. Nima? Bu olmoslar hech kim ko'rmasa. Sen milliarder bo'lib ketaman endi. Kitoblar. Bolalar, nega anaqa pro boyligini bilasizlarmi? Sababi u juda ham ko'p kitob o'qiydi. Sizlar ham juda ham ko'p kitob o'qinglar. Shunda sizlar ham boy bo'lib ketasizlar. Sababi har doimda shunaqa zo'r uy bo'lsa ham kitoblar bor. Tushunlaringmi? O'qinglar kitob. Flashmanda ko'rib chiqdik, bu yerda svet bor ekan. U nobduyda svet ham yo'qdi. Bu zo'r. Xullas televizion obzor qildim. Xullas endi to'g'ri biz uni boshqa maqsadda kelgandik. Xo'sh, qaziymiz. Daraxtni. Xo'sh, qazishni boshladik. Bo'ldi. Endi men bu daraxtlarni olishim kerak. Xullas men proniga 10 balli sistemadan 8 qo'ydim. Chunki unchalik ham olmadi. To'g'ri olishim zo'r emas. Xo'sh, buni endi sotuvchiga olib beramiz va o'z qilishimiz endi bizniki bo'ladi. Salom sotuvchi, men daraxtlarni kesib keldim. Yaxshi qilding. O'shda taraf o'zi berayotgandi, xalaqit beryapti, bekib yurgandi. Senga bitta qilib beradim, bajarib berding. Senga rahmat. Qisqacha menga narsa berdingmi? Men taxtalarini bemalol olishim mumkin.
Men xayr, xullas men ketyapman. Mayli, yaxshi. Mayli, yaxshi bo'l. Bolla, xullas bugungi video bugungi video qiziq bo'lsa kanalga obuna bo'lib, qo'ng'iroqchani bosib, layklarni ayamanglar. Kommentariyaga o'z fikringizni yozib qoling. Chunki men tezroq 20 ta bo'lishim kerak. Bolalar, iltimos sizlardan qo'llab-quvvatlanglar, iltimos. Sizlarga bitta savolda, o'zbekmisizlar? O'zbekmisizlaring podeshka qilinglar xullas. Men tezroq 20 ta bo'lay, iltimos. O'tgan video 6 dona prosmotr olibdi bir kunda. Men sizlardan juda ham katta natija kutgandim. Sababi men sizlarni kuchli bilgan. Umuman 6 dona prosmotr, 1 dona like. Bu qanaqasi nimasi bo'ldi? Ey bola, iltimos. Sizlardan podeshka qilinglar. Xohlasalaring aytganman o'tgan videoda ham kanallaringga yozib qo'yinglar, men obuna bo'laman albatta, chunki sizlar meni podeshka qillaring, men sizlarga podeshka qilaman. Xullas, keyingi videolargacha xayr. Kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin.